Assalomu alaykum qadrdonlar, hammaga xayrli kun. Sizlar bilan yana usta tog'alar. Bugungi videomiz tom haqida bo'ladi. Xo'p, hozir tom yopish xizmati, tunikali yopish 100 mingdan 120 ming so'mgacha. Xo'p, shifr narxi bo'lsa 70 mingdan 75 ming so'mgacha. Endi bu hamma yo'g'i ichida bo'ladi. Tunika tom yopsak ham, to'sin tashash, zardeval urish, tomga loy bosish, shifrda ham xuddi shunaqa. 70 mingdan 75 ming so'mgacha loy bosish ichida. Endi hozir ko'p joylarga boryapmiz. 10 ta tom yopsak, 10 tadan 5 tasi ustakalar tomga loy bosmaymiz. O'sha quruq tomni o'zini gaplashaylik deyishyapti. Tomni o'zini yopish xizmati shifrda o'zi bo'ladigan bo'lsa 40 mingdan 45 ming, 50 ming so'mgacha. Tunikaniki bo'lsa 60 ming so'mgacha. Loy bosib bermaymiz biz. Keyin klientlar bilan gaplashganimizda ko'proq nimaga quruq tomni o'zini yoptiryapsizlar, loy bostirmayapsizlar desak, o'sha 10 tadan 5 ta inson tomga pena qo'yamiz deyishadi. Biz o'zi asli eskilik tarafdorimiz. Tomga loy bosib turib, shu o'zimiz oddiy mana loy ko'rishlaringiz mumkin. Bunga ham shu loy bosib berganmiz. Yaxshi turibdi, lekin bunaqa yoriqlari bor. Bu endi baribir somonli loy pishirganingiz bilan baribir yoriladi bu narsa. Endi hamma biladi buni. Shundan zerikdik, issiq sovuqni yaxshi ushlab bermayapti. Shuning uchun tomga pena qo'yyapmiz deyishdi. Zamon rivojlangan sari shu yangilikka o'tishyapti insonlar. Shuning uchun biz usta tog'alar pena qo'yish xizmatini ham yo'lga qo'ydik. Shu pena qo'yayotgan akalar bilan shartnoma tuzib, yaxshi, sifatli qo'yadigan akalar bilan aloqaga chiqib, mana xudo xolasa asta-asta endi yo'lga qo'yyapmiz. Endi misol loy bostirmayman, quruq tomni o'zini qilib beraveringlar desa, biz penasini ham quyib beraveramiz deyapmiz. Baribir sekin-sekin mashq etishda bo'lsa ham bir 50 ga 50 bo'ladi shekilli. Shu 50% inson loy bostiradi, 50% pena. Shuning uchun bugungi mavzuimiz tomga pena quyish. Xudo xolasa video davomida yana shu tomga pena quyilayotgan jarayonni sizlarga xudo xolasa qo'ldan kelgancha yoritib, shu o'zini mutaxassisi bilan bir sizlar uchun 5 minutlik video qilamiz. Xudo xolasa manfaatli video chiqadi. Kuzatishda davom etinglar. Xo'p, mana qadrdonlar, pena quyish jarayoniga ham kelib oldik. Xudo xolasa endi ag'da 10 marta, 100 marta gapirgandan ko'ra bir marta sizlarga bunday ommaga ko'rsatib qo'ygan yaxshi. Xudo xolasa tepada ish jarayoni bo'lyapti. O'sha qanaqa quyiladi, necha santimetrgacha garantiyasi bor, eng kami qancha, shularni bir qator o'z mutaxassisi bilan gaplashganimiz ma'qul. Keyin mana shu nomerlarga telefon qilsalaringiz xizmatlar bor. Xo'p, qadrdonlar, mana tom qismimizga ham chiqib oldi. Endi shu mutaxassisi bilan bir 5 minut sizlarga video qilmoqchimiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum, Hormay usta aka. Assalomu alaykum. Alhamdulillah. Charchamay aka. Olyapsizlarmi sizlarda qiynalmay? Rahmat. Video davomida aytib o'tdim, 100 marta gapirgandan 1 marta ko'rsatgan yaxshi deb. Shu mikrofonni taqib olasiz oldin. Endi hamma tabiiy bo'laversin. Yoqib qo'ydik. Buni endi bilganlar biladi, penani. Ko'pchilik buni tomga bo'lmaydi. Biz o'zi asli eskilik tarafdori. Hamma tomga loy bosiladi. Shu tinch deyishadi. Endi zamon rivojlangandan keyin ko'pchilik bizga ham aytayapti, loyini bosmay qo'yinglar, penaga quydirib olaman deyapti. Shuning uchun shu videoni chiqarishga qaror qildik. Xudo xolasa endi bilganlar uchun yangilik emas, bilmaganlar uchun endicha obzor qilib berasiz mahsulotlarni. Xudo xolasa. Xo'p, bu quyadigan mahsulotlarimizni tarkibi asosan gips bilan bo'ladi. Bu mana bu nimamizda bochkamizda rastorimiz tayyorlanadi. Endi rastor deyiladi. Ha, to'g'ri. 3 bag'ir suv quyamiz, bir qop gips qo'shamiz, semeni bor, bu apparatimiz mana penasi qo'shiladi. Buni ham hammasini o'zini me'yori bor. Misol bu ishni ichida ishlab yurgan o'zi biladi. Ko'z bilan o'zi biladi normasini, yetarligini. O'shanda to'xtatib ishlab quyilaveradi buni bir boshdan. Asosan shu endi tarkibida shular. Hozir ko'p joydan YouTube'larda ham ko'ryapsiz-ku, misol bu bo'lmaydi, yangi garantiyasi yo'q, yorilib ketyapti deydi. O'sha yorilish nimadan, asosan o'shalarni ham bir qator aytib o'tib ketasiz. Endi yorilishi endi biz o'zimiz ham shu chipcha ishni ichida yurib bilganimiz shu vassadan deb bilyapmiz ko'proq. Vassa tekis qoqilmaydi ko'p joyda, baribir tom.
Ha. Palaparcha qoqib yuborilgan bo'ladi. O'sha hisobiga tay amortizatsiya berganda yorilib qo'yadi. Ha. Asli agar tayi ham yaxshi bo'lsa, mana hozir menga piltani suya quyyapmiz. Xudo xolasa shunday qoladi bunimiz ham. Yorilmaydi, boshqa bo'lmaydi. Hozir mana quygan joylarimiz, mana shu joylarimiz ham asosan shu vassadan kelib chiqyapti. Qolgandan Ha, o'shani aytyapman-da. Qolgandan ham bo'lyapti. Hali ko'pchilik puli hali misol siz 50 ming yo 60 mingga kvadratini bosib bersangiz, boshqalar 20 ming, 25 mingga bosib berib ketyapti. O'sha ashuna misol yorilib, u endi santimetrga bog'liqmi, nimasidan? Endi ko'proq santimetrga emas, asosan shu tayiga aslan. Asosan vassaga bo'lyapti. Chunki amortizatsiya berib turganda iloji yo'q. Yurganda mana quyib ketgandan keyin tevasi ko'ryapsiz, silliq ko'rinaveradi. Yurib o'rgandan keyin past baland joyi bo'ladi, o'zini vassa maqlanmagan bo'ladi to'singa. Shuni endi yorilmasligi uchun misol 10-12 santimetr quysa yorilmaydi. Endi iloji boricha uylarga shunaqa quysa yaxshi bo'ladi. Bitta ikkita qo'shadigan narsalar ham bor. Endi fibra deyishyapti. Endi unaqa qilib qo'shib, to'g'risi biz quyib ko'rmadik. Shuni o'zi ham o'zi talabga javob beryapti. Yaxshi chiroyli chiqyapti. Ha, mana qadrdonlar ko'rishlaringiz mumkin. Mana shu, hali bilmaganlar, bilganlar uchun yangilik, yana biz ham bilamiz deb har xil insonlar borda negativ yozishi mumkin. Shunga endi bilmaganlar juda ko'p, bu yangilik. Shu apparat ekan, pena qo'sha. Bu endi necha foiz, shularni ham bir qator aytib o'tib, misol sement necha foiz, gips necha foiz, pena necha foiz, shularda hisob-kitobga aniq bo'lmasa ham. Ha, endi hisob-kitobni biz ham boshida endi faqirlab ham qo'shganmiz, o'rganishimizda. Endi hozir to'shni me'yorini bilmadik-ku, lekin mana asosiy 3 paqir suv quygandan keyin bir qop gips tashlaymiz, sement tashlaymiz. Sementni ham endi nimaga qarab, ko'pi ham ko'p, bunga ortig'i ham ortiq bo'ladi. O'zini me'yorida qo'shilaveradi. Peni ham shu xuddi shu. Endi boshida biz ham faqirlab bunaqa bochkalarga metga qo'yib olib quyganmiz. Yangilik. Endi hozir endi hali o'zimiz ishlanishida bilinadi, o'sha to'xtatiladi, quyiladi, shunaqa bo'lib ketgan endi. Hisobda ko'zdan ko'proq nimamiz. Hozir bu joyimizga necha santimetr quyilyapti endi? Bekka hozir endi 8-10 qilib quyapmiz bu joyimizga. Baribir unaqa chircha mana past baland joylari bor. O'rtalari bu tarafimizcha. Mana qadrdonlar ko'rishlaringiz mumkin. Haligi bu endi tom qismi doim uruminda bo'lmaydi. O'zi hali to'sin, tera. Bu endi pilta ekan. Piltada hamcha baland pastligi bor ekan. Shu Tashda uruminda quyilyapti ekanda, xuddi steshkaga o'xshab, to'g'rimi? Qo'ldan kelgancha, boricha, chiroyli qilib quyilyapti. Shu razmeri endi 1-2 santimetr qabaqa bo'lishi mumkin. Har bitta joyda bo'ladi endi iloji yo'q, chunki tom qiyin masala, tekis bo'lishi. Bu qarangda mana hozir misol to'sin tashab, vassa qoqib, loy bosilgandan keyin to'sinlar havo yeydi. Misol loy o'zidan havo olib, havo chiqaradigan narsa bo'ladi-da, u tabiiy mahsulot. Bunimizchi mana hozir mana bu piltaga bo'laveradi endi, bosilaveradi. Bu hali chirimaydi, hech nima bo'lmaydi. Bu sinovdan o'tgan narsa. To'sirlarga qanaqa bo'ladi endi? Haligi odamlar chirib ketadi deb nima qilishi mumkin-da, o'shalarni ham aniq qilib tushuntirib aytib bersangiz yaxshi bo'ladi. To'sirlarga endi o'zi asli bu chiritadigan narsa ham emas, o'zi aslini olsangiz. Chunki mana misol hozir suv bilan quyilgandan keyin bu o'zi avtomatik suv sparena bo'lib chiqib ketib qoladi bu. 70% suv chiqib ketadi, o'zi qoladi shu mahsulot, qo'shilgan mahsulotda ko'proq. Asli chiritadigan narsa emas. Xo'p, mayli o'sha chiriyda boshqada biz o'zimiz amaliy nima deydi, baribir 10 yil, 15 yillik hali sinovdan o'tgan yo'q-da. Yangi narsa-da. 5 yillik bor, 6 yillik bor, ko'zimiz bilan ko'rganlarimiz, o'zimiz ham 1-2 yildan beri quyapmiz misol. Endi shuni hisobiga har bitta uyga oddiy polietilengdan dimoxod qo'yaveryapmiz. Shunday to'singa mixlab qo'yamiz, patoloniya yo'qoraveradi. Tomdan mana shunaqa joydan bir chiqarib qo'yamiz, bir qancha bir 30-25 ta bir narsa tushib bo'lmasinga. O'shandan keyin sklenzoy aylanib turadi, havo aylanib turadi. Demak, uni ham iloji bor, ha? Uni ham endi iloji bor, shunaqalar qo'yib ketyapmiz. Bu bitta uyga 4 dona. Va nimasiga qarab, uydagi asli nimasiga qarab. Katta kichik 2 dona ham yetadi, bo'lmasam 4 ta, xuddi shu. Shu xuddi haligi qadrdonlar, misol pol qoqqaningizda dimoxod qo'yib ketasiz-ku, taxta lagalar chirmasligi uchun. Buni ham iloji imkoni bor narsa ekan, mana to'sirlarga dimoxodlar qo'yib chiroyli qilib berishyapti ekan. Qadrdonlar, xo'p, baribir mahsulot qancha reklama qilganingiz bilan odamlarga bu ishimizni narx-navolari qiziq. Shuning uchun bir qator bular qanchadan quyiladi, shuni endi bir qator sizlarga aytib o'tib ketamiz. Buni endi kvadrati nech puldan, qanaqa bo'lyapti, o'shalarni ham bir qator aytib o'tib ketsak. Xo'p, kvadrati endi razmeriga qarab, 7 santimetr quyapmiz, keyin 10 santimetr. Uylarga shu 10-15 gacha ham quyapmiz. Uylarga, peshonlarga, naveslarga bo'lsa 7 santimetr quydirishyapti ko'proq. Endi uyga issiqroq bo'lsin deb 10 quyilyapti, 15 ham quydirishyapti. Xo'p, bularni narxi kvadrati 7 santimetrligimiz 40 ming quyapmiz. 10 santimetrligimiz 50 ming. Endi kvadratimiz 100-150 dan oshiqroq bo'lsa, yo'lida qilib kelishtiraveramiz. Endi bir xil joylarda chiqadi, 50, 40, 50 kvadrat chiqib qoladi. Endi ularga narximiz endi
qisqirtirib beramiz iloji boricha-yu. Ha. Endi hali ortiqcha narx o'ralimiz buni ham. Kvadrat ozgina hisobiga. Ha, qadrdonlar mana bu narsa haligi kvadrat qancha kattalashgan sari arzonlashaveradi. Kvadratingiz kichkinalashgan, qimmatlashaveradi. Endi buni apparatlar bor, bunaqa gips bor, yo'l kira xizmati bor, mashinada vodiy bo'ylabda xizmatimiz xudo xolasa. Asha yerda 4 kishi ishlaydi buni tomiga arqonda tortiladi. Shuning uchun qancha kvadrat katta bo'lsa, yo'lida qilib, sizlarga arzonroq qilib kelishtirib berilaveradi. Xudo xolasa, pastga nomer qo'yib qo'yamiz. Telefon qilaverasizlar, xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib yorilmasligiga harakat qilib qo'yib beramiz. Bo'laveradi. Qo'ldan kelgancha. Ha. Shu nimamiz boricha. Xizmatlar vodiy bo'ylab, ha endi. Xizmatlarimiz vodiy bo'ylab, ha. Bo'ldi. Vodiy bo'ylab. Endi misol mana bu videodan keyin xudo xolasa odamlar telefon qilishib, bali qanchalarda endi vaqt, misol necha kunlik oralig'ida ishini bitirib berasizlar insonlarni. O'shani ham bir qator aytib o'tib ketaylik. Misol videoni ko'rishi bilan telefon qilsa, uncha brigadalar, serobmi, xullas telefon qilsa ishi bitaveradi. Ha, xudo xolasa bitadi. Bitta ikkita gruppamiz ham bor. Aha. Nima qilinaveradi iloji boricha. Endi bir 2 kun, 3 kun cho'zilishi mumkin endi. 2 kun, 3 kun oralig'ida. 3-4 kun oralig'ida Bo'ldi. iloji boricha tezlatib Ha, qadrdonlar, xudo xolasa, misol ertaga quydirmoqchi bo'lsangiz, bugun telefon qilmaysiz, bir 3 kun oldin telefon qilsalaringiz, xudo xolasa vaqtiga, sharoitiga qarab brigadalarimiz bor deyapti. Bu akamiz bo'lmasa, boshqa insonlar borib, sheriklari, xullas tanishlari borib ishingizni bitirib beraveradi. Shunaqa gaplar. Qadrdonlar, mana bu hozir quyildi, hali ko'p bilmaganlarga aytyapmiz yana bir bor. Bu quygandan keyin necha kunda qatiydi? Misol tomga loy bosilsa, 2 kun, 3 kun, 4 kun hali to'singa og'irlik tushib, sekin quriydi. Bu mahsulotimiz qanchada quriydi? Shularni ham bir qator sizlarga yoritib beramiz. Bu aka hozir quyildi, ko'zimiz oldida quydik. Bu endi qanchada qurib, qanchada qatiydi? Shularni ham. Xo'p, bularimiz endi qatishi 5 minutdan 10 minutgacha uzadi. Qatishi 5 minutdan 10 minut. Quygandan keyin misol mana ustida mana chiqib ham ko'rsatsak bo'ladi. Yurib hozir mana bo'lgan bo'lsa 10 minut bo'ldi shu joyimizga. Quyganiga mana bemalol yursiz bo'laveradi. Va qadrdonlar, mana biz hozir keldik, mana 10 minut bo'ldi quyilganiga. Qurishiga endi necha vaqt talab qiladi. Uni qurishiga ziyoni yo'q. Pataloy qiladigan odam pataloyni ham qilaveradi. Bunaqa qilib ustida ish qilaman degan odam yurib ham ishini qilaveradi. Lekin qurishiga shu gideta nima havolarda bo'lib tursa, yozgi kunida bo'lsa bir 20 kun. Sovuq havolarda bo'lsa 1 oygacha cho'ziladi qurishi. Qurib qattiq o'zini haqiqiy qurib o'sha joyga tushishi. Lekin haligi 20-25 minutda misol ish qilinadigan bo'lsa, bemalol ish qilinsa bo'laveradi. Pataloyini ham, tom tevada ham ishi bo'lsa bemalol qilishaveradi. Ko'pchilik hali bir tomonlama tom bo'ladi, hali yurib bo'lmaydi. Bizning apparatlarimiz ham yo'q, tevada ish qilishimiz kerak. Misol aytishadi, quysiz yuraveramiz. Mana bemalol shu holatda qo'yib beramiz. Ertasidan ustasi tushib, tomini yopib qo'yaveradi ustida. Endi yana bitta savol tug'iladi-da, bu endi maqsad nimaga bu penaga o'tilyapti? Birinchidan issiq sovuqni ushagani. Ikkinchidan bu narsamiz oyga qaraganda yengilroq ham ekan. 100 kvadratiga nechta tonna yuk mana shu? 10 santimetrlik qilib qo'ysa shu 4-4,5 tonna yuk tushadi. Qurigan sari yana u tashlaydi. Loydan endi 2-3 barobar yengil bo'ladi baribir. Ha, mana qadrdonlar, loydan 2-3. Xullas bu misol to'sinlarim ingichka, kichkina loyda ozroq bosay deb turib bosib qo'yganingizdan keyin uyingiz issiq sovuq qali chidamsiz bo'lib qoladi. O'sha narsalarga ham zo'r ekan mana. To'singiz kichkinaroq, lekin qalinroq loy bosa olmaysiz. Shu penani quydirib qo'yasiz 10 sm. Bemalol ko'taraverar ekan, kichkina to'sinlarni ham. Sana yaxshi ushlab beradi. Loy sovuqlar ustiga ham 10 cm dan qilib, hali yupqa bosilib qolgan loy sovuqlar issiq chiqib ketyapti deb juda ko'pchilik quydik. Shunday joylarga 10 cm dan qilib quyib yuborsa ham ko'taraveradi bemalol. Issiq sovuqni juda yaxshi mana ko'rib turibsiz. Quygandan keyin hamma joyini bir qator mana o'zi yo'q teshik qolmadi, yo'q bo'ladi. Hali chiqib ketadigan yo tevadan pastga misol kiradigan sovuq yo issiq bunaqa shipir issiqlarni o'tkazmaydi, tushaveradi beradi. Xullas, xudo xolasa bemalol telefon qilaverasizlar, mahsulotlarimiz yaxshi. Xizmatlaringizdamiz. Bo'lmasa aloqaga chiqaverasizlar, vodiy bo'ylab xizmatdamiz. Qo'ldan kelgancha quyib beramiz, chiroyli qilib. Qadrdonlar, usta tog'alar kanalni kuzatishda davom etinglar. Sizlarga qo'ldan kelgancha yaxshi kontentlar qilishga harakat qilamiz. Tan joylaringiz sog' bo'lsin. Rahmat, sog' bo'ling.